Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Charchamayapsiz? Men sizni ishonsangiz hech haftadan beri kuzataman-da. Nasa chiroyli ayolsiz-da. Ishonsangiz, menga bir yaxshiroq ayol uchramaganda, hamma ayollarni ko'rib, tekshirib, oldin yaxshilab bilib olib, keyin uylanaman-da. Men sizni bir haftadan beri kuzataman. Siz menga shunaqa xarakterlaringiz yoqdi, shunaqa yoqimtoy ayol ekansiz. Shuning uchun ayol taniyvergandan keyin haligacha bo'yyorman-da. Shu yoshgacha hali uylanmaganman. Agar xo'p desangiz, agar xo'p desangiz, rozi bo'lsangiz, boshingizda eringiz yo'q bo'lsa, men sizga uylanib, men sizni baxtli qilib, menga turmushga chiqsangiz, boshimni ko'tarib yurardim. Voy. Ulug'bek aka? Ma'rifatdan taniysiz. Nima tanimadingizmi? Axir men sizni birinchi xotiningizman. Mendan keyin 7 tasiga uylangandingiz. Shoira Feruzmidi? Ya Feruz 3-soat soatida. Nargiz 4-chi. Shahlomi? Tavba. Ko'pligimizdan ismimizni ham bilmaysiz-a? Wow. Nima bo'ldi? Ulardan ham ajrashdingizmi? Kim edasiz? Islomiy. Dildoraman. Voy Dildor, voy. Qatga bo'lsa o'yon terdan chiqadi, bilyapsiz.